Kuzatuvchimiz tomonidan savol berilgan ekan. Assalomu alaykum. Mani bolam 9 yoshda, orqa miya gemisferiyasida o'sma oldirganmiz. 14 yoshda nur olgan ekanlar 32 marotaba. Muntazam ko'rikdan o'tib turamiz, lekin xavotirim bor, ya'ni qaytalamasligi uchun nimalar qilishim kerak degan ekanlar. Bunaqa holatda qaytalamasligi uchun o'zlari aytganlar, muntazam tekshiruvdan o'tib turadi. Bu asosiysi, muntazam tekshiruvdan o'tish. Ikkinchisi bu to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri hayot tarzini tashkil qilish. Uchinchidan bu bolalarni ehtiyot qilishimiz kerak. Qanaqa ma'noda? Ya'ni inson juda qattiq xursand ham bo'lib ketish kerak emas bolalar, xafa ham bo'lib qolish kerak emas. Ya'ni asab tizimini ehtiyot qilishimiz kerak. Bu ehtiyot qilishga yana shu narsa kiradiki, sog'lom bolani bilasizlar, darsdan chiqqandan keyin qo'shimcha darslarga beramiz, ya'ni repetitorlarga beramiz, unga tilga beramiz, undan tashqari ya'ni yosh bo'ladigan matematika, fizika va boshqa narsalar. Bu bolalarni unaqa qilish mumkin emas. Bu bolalarning asab tizimini, ya'ni aqliy bosim kamaytirish kerak bo'ladi. Yengilroq berish kerak bularga, ya'ni o'sha repetitor bittasiga borsin, ya'ni ikkita 3ta emas kuniga. Shularga ahamiyat berish kerak.